Demak, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Xorazm ochiq chempionati final bahslari boshlandi. Hozir ajoyib. O'zbekiston va Qirg'iziston lig sportchilar kurashmoqda. Yigirma kilogram vazn toifasi final bahsi. Yana 2 ballni qo'lga kiritdi. Hisob 0-6 ga yetdi. Soniya ichida 6 ballni qo'lga kiritdi qirg'izistonlik sportchi Muhammad Saloh. Va finish. Muhammad Saloh qirg'izistonlik sportchi 20 kilogram vazn toifasida oltin medalni qo'lga kiritmoqda. Tabriklaymiz.